Malayziyadan hammaga salom. YouTube kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu videoga kirishinglarning asosiy maqsadi menimcha Malayziya to'g'risida aniqroq ma'lumot bilmoqchisizlar. Da YouTube'ga kirib ko'rdim, o'zbek kontentida hali Malayziya to'g'risida aniq ma'lumot bergan odam yo'q ekan. Shu sababli shu videoni olishga qaror qildim. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, men Malayziya Selangor shahri Xiamen University of Malaysia universitetida sizlarga videoga chiqaman va bugungi videoda sizlarga qisqa qilib aytib beraman. Bu Malayziyaga qanaqa qilib kelasizlar, necha pul xarajat ketadi, qaysi universitetga topshirishingiz kerak, qanaqa grant yutsanglar bo'ladi, bu yerga qancha pul topsanglar bo'ladi. Shu narsalar to'g'risida sizlarga aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qiziq ma'lumot bo'ladi, chunki hali aytganimdek o'zbek kontentida bunaqa video yo'q. Sizlarga mushuklarni ko'rsataman birinchi navbatda. Bu yerda har qadamda mushuklar bor va bu bizning universitetimizning asosiy ko'rinishi, ya'ni hududi. Mana bu binolarni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu binolarning hammasida studentlar yashaydi. Bu xitoyliklarni ovqatlanadigan va supermarketi va hozir biz pastga tushib ketamiz. O ana joyga boramiz, o'tiradigan joyga. Xo'p, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, men o'zim to'g'rimda aytib beraman. Bu universitetga men 3 oy oldin kelganman va universitetga kirishimning asosiy sababi bu IELTS'im borligi va maktab baholarim zo'r bo'lganligi. Sizlarga ham hozir hammasini to'liq tushuntirib beraman. Bu yerga kelishinglar uchun iminda qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi. Birinchi navbatda siz bu universitetga kelishingiz uchun, ya'ni Xiamen, nafaqat Xiamen universiteti, butun Malayziyadagi любой universitetga bormoqchi bo'lsangiz, IELTS bo'lishi kerak. 5,5 dan tepa. Farqi yo'q, 8, 7, 5,5 hammasi bir xil rol o'ynaydi va eng asosiy narsa bu yerga kelishingiz uchun maktab baholaringiz, ya'ni 10-11-sinf maktab baholaringiz agar zo'r bo'ladigan bo'lsa, u 100% grant bilan kelsanglar ham bo'ladi bu yerga. Mana GPA 5 ball bo'ladi bizda. To'ru 5 bo'ladigan bo'lsa 75% grant beradi. To'ru 5 dan 4 gacha, ya'ni 4 ball bo'ladigan bo'lsa 50%, undan past bo'lsa 25% beradi. Va mashina qilib bemalol kelsanglar bo'ladi. Malayziyadagi любой odam, ya'ni asosiy xalqini hammasi ingliz tilida gaplashadi. Boshqa til yo'q. Shu uchun ham studentlarga bu davlat ancha yaxshi kelib, agar o'qib, yana boshqa narsalar qiladigan bo'lsa. Hozir men sizlarga kamerani joylashtirib olib, yanada aniqroq ma'lumot beraman. Mana Ahmetga joylashamiz. Kamerani bu yerga, o'zim bu yerga qo'yaman. Bu yerda bizlar asosan konsert bo'ladi, kechki paytli har kuni yoki kino qo'yib berishadi. Chiroyli vibe ekan. Mana men bu yerga qo'ya qolaman, ha. Mashitga qo'yib sizlarga video olaman hozir. Xo'p, aytganimdek, mana joylashib oldim va sizlarga endi bitta to'xtalaman. O'zimdan kelib chiqib sizlarga hamma ma'lumotlarni aytib beraman. Birinchi navbatda aytganimdek, boya IELTS kerak bo'ladi va maktab baholari. Eng qizig'i, Malayziyada bankshot so'ramaydi. Boshqa davlatlarga o'xshab qanaqadir bankshot qo'yishing kerak, yillik $12,000, $15,000 emas. Bu yerda faqatgina sizni yutuqlaringiz va baholaringiz orqali qabul qilishadi. Bu yerga hujjat qachon topshiriladi universitetlarga? Faqat universitet to'g'risida gapirib beray, keyin narx-navolar to'g'risida yana ochiq oydan gapirib beraman. Bu yerga agar kuzgi semestrga kelmoqchi bo'lsangiz, aprelda boshlanadi yoki dekabr intake'ga kelmoqchi bo'lsangiz, iyul oylarida ochiladi yoki bahorgi semestrga keladigan bo'lsangiz, noyabrda yoki oktyabr oylarida qabul ochiladi. Ungacha aytganimdek maktab baho va har doimgidek IELTS to'g'rilab turinglar. Va necha pul xarajat ketadi deb o'ylaysizlar bu yerga? Taxmin qilinglar. To'g'ri, Amerikaga yoki Yevropaga ketmoqchi bo'lsangiz, sizlardan kamida bir $5,000 yoki $6,000 xarajat ketadi, lekin bu yerda nisbatan arzonroq. Bu yerda faqat qanaqa bo'ladi? Agar konsalting firma bilan keladigan bo'lsanglar, ularning to'lovi bor. Hamma har xil aytadi. Uni hisobga olmay turamiz. Asosan sof bu yerga kelish narxi qancha? Xo'p, birinchi navbatda любой universitetga topshiradigan bo'lsangiz, Malayziya immigratsiya departamenti sizni hujjatlaringizni ko'rib chiqish uchun $740 viza to'lovi oladi. Viza to'lovini to'laganingizdan keyin 2 oy ichida sizga viza approval letter keladi. Shu bilan Malayziyaga viza urilib elchixonadan kelaverasiz. $740 bu bir va undan keyin sizni kontraktingiz bo'ladi. Asosiy eng katta xarajatlaringizdan bittasi. Kontrakt to'lovi Malayziyada qancha? Xo'p, eng hozirgi kunda mana Malayziyaga kelsanglar, eng oddiy universitetdan eng qimmatigacha $3,000 dan maksimum borsa $12,000 gacha bu yerda o'qishingiz mumkin. Lekin bu degani shunaqa narxga o'qiyman degani emas. Sizga hamma universitet normalniy grant beradi. Ya'ni O'rta Osiyodan kelib o'qiydiganlar bu yerda ko'p. Shu sababli yaxshigina summa bilan grant yutib kelsangiz bo'ladi. Misol uchun $4,000 bilan bizning universitetda o'qisangiz bo'ladi 1 yilga foundation uchun. Lekin sizda agar aytganimdek maktab baholaringiz bo'ladigan bo'lsa, даже bu yerda $1,000 ga ham $700 даже tekinga o'qib kelayotganlar ham bor. Faqat buni
o'zingiz ushlab qolishingiz kerak grantlarni, чтобы keyingi yildagi imtihonlarni yaxshi topshiradigan bo'lsangiz, grantingiz o'zingizda qoladi yoki har doimgidek boshqa davlatdagilarga o'xshab grantingizni bu yerdagilar olib qo'yadi. O'shaning uchun yaxshi o'qishingiz kerak. Va keyingisi mana xarajatlarni aytdim. $740 bu 100% to'lanadigan va qolganlari universitetingiz yotoqxonangiz qayerda bo'lishiga bog'liq. Bizda Tsiamen universitetida keladigan bo'lsangiz, men o'zimdan kelib chiqib gapiraman deyapman. Bu universitetda yotoqxona oyiga $95, $100 turadi va o'qish 1 yil bo'lganligi sababli bir $1200 tipi arzonroq, ko'chaga nisbatan arzonroq tursangiz bo'ladi. Agar ko'chaga boradigan bo'lsangiz, ko'chada $200 turasiz yotoqxonalarning o'zida. Shunaqa. Va mana bildik, greta bir $740 va ja boradigan bo'lsa, biletlaringiz bilan agar 100% grant yutadigan bo'lsangiz, $2000 bilan bu yerga kelsangiz bemalol bo'ladi. Agar 100% grant yutadigan bo'lsangiz. Va bu yerda qanaqa qilib men pul topaman degan savollarga javob beraman endi. Bu yerda asosan pul topish Malayziyada ozgina qiyinroq, chunki narx-navo arzon bo'lganligiga nisbatan bu yerda ishlash mumkin emas demayman. Narx-navoga nisbatan Malayziya ozgina ruxsat bermaydi nimagadir studentlarga. Bu narsani bilmayman nimaga. Bir haftada 20 soat ishlash mumkin deyilgan. Eplasangiz, ishlasangiz bo'ladi, lekin studentlarning o'zi ishlamaydi. Nimaga? Aytganimdek, narx-navo juda ham arzon. Bitta ovqatlanish o'zini mana misol uchun bu yerga kelsangiz 30,000 so'm, 40,000 so'm, 35,000 so'm mana shunaqa qilib ovqatlansangiz bo'ladi. Agar o'zingiz pishiradigan bo'lsangiz, u vaqtim arzonga aylanib ketadi. Shu sababli ham studentlar uncha bu yerda ishlab, ortiqcha pul topib, nimadirlar qilishmaydi. Shu sababli ham Malayziya studentlar uchun juda ham zo'r davlat kelishinglar uchun. Va bu yerda yana nima gapirilmagan mavzu qotdi. Bu mana xarajatni aytdim. Ishlashni aytdim 20 soat, lekin odatda ishlashmaydi. Va o'qishlarni sistemasi va o'qish turlari va sifati to'g'risida gapiraman endi sizlarga. Hop, bu yerda Malayziya birinchi navbatda bilishingiz kerak, ingliz tilida deb o'taman. Butun xalqini gapirishi, tili, o'qishlar ingliz tilida va shu sababli ham darslar ham ingliz tilida bo'lib o'tadi va o'qish sistemasi britancha sistemada, ya'ni Angliya o'qish sistemasi Cambridge bilan birga bog'langan. Xuddi shunaqa sistemada, xuddi shunaqa stilda bu yerda ham o'qitishadi va xohlasangiz birinchi yil foundationdan keyin Angliyaga yoki Avstraliyaga yoki boshqa davlatlarga ham bemalol transfer qilib o'tkazsangiz bo'ladi o'qishingizni. Bu yerdagi universitetlarning juda ham ko'pi Osiyoning top 10 taligiga kirgan Malayziya universitetlari va qolaversa dunyoning top 300 taligiga ham kirgan universitetlar bor. Misol uchun Tsiamenning o'zi men o'qiydigan universitetimning asl filiali, o'zining haqiqiy filiali Xitoyda joylashgan va u dunyoning top 300 taligida va bundan tashqari APU bor, Inti University bor, Asian Pacific University degan ana o'sha APU universiteti, ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak va undan tashqari University of Malaya universiteti bor, City University bor. Juda ham ko'p dunyoga mashhur har xil universitetlar bor. Hammasiga xohlasanglar topshirib ko'rsanglar bo'ladi va grant qaysi biri ko'proq beradigan bo'lsa, bemalol kelib o'qisanglar bo'ladi. Bundan tashqari Taylor's universiteti bor. Men juda ham ko'p universitetlarga borib ko'rganman. Akkauntimga kirsangiz, birinchi videoda juda ham Malayziyani haqiqiy yoritib berganman. O'shandan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qaysi universitetda bemalol o'qishinglarni. So'nggi men sizlarga aytib beradigan narsam bu Malayziyadagi madaniyat, ya'ni odamlari, bu yerdagi xalqlar qanaqa yashaysiz, umuman olganda hammasini aytib beraman. Malayziya musulmon davlat, shu sababli bu yerda hamma narsa qonun islomiy darajadan kelib chiqib qilinadi qonunlar va bu yerdagi odamlarning hammasi deyarli bir 80% musulmon, 20% buddizm. Chunki ular Xitoydan kelgan bo'lishi mumkin yoki Hindistondan kelgan bo'lishi mumkin, boshqa davlatlardan kelgan bo'lishi mumkin. Shuni oqibatiga qolgan 20-25% odam bu yerda musulmon hisoblanmaydi. Va lekin ovqat topishingiz ham bu yerda oson. Aytganimdek, musulmon davlat bo'lganligi uchun xohlagan kafega kirib o'tsanglar, любой kafeda halol ovqatlar bor. Xuddi o'zimizga o'xshagan bu yerda ham ana bishtekisimiz bo'ladi. Xuddi shunaqa ovqatlar qilishadi bu yerda ham. Kotlet pishirishadi, guruch, tovuq, makaron, spagetti, shunaqa ovqatlarni bemalol bu yerdan topsangiz bo'ladi va eng qizig'i arzonga. Bir kunda $10 ishlatsangiz bo'ladi 2 marta ovqatlanishingizga. Va Malayziya bilasizlar, 1 yilda 12 ta fasl, nima deyapman, 12 ta oy bo'ladigan bo'lsa, har bir fasl bir xil o'tadi bu yerda, ya'ni qish, yomg'ir degan qish, qor degan narsani o'zi yo'q. Faqatgina bu yerda yomg'ir bo'ladi va quyosh chiqadi yoki mana ko'rib turganlaringdek, bugun havo juda ham zo'r, bulutli havo bo'ladi. Asosan shunaqa 4 ta fasl o'zi issiq, yomg'ir, mana shunaqa o'tadi. Shuning uchun bu yerda hamma yengil kiyimlarda yurishadi. Darslarga ham bemalol shorti, futbolkalarda borishadi. Farqi yo'q.
Eng qizig'i bu yerda mo'ykalar yo'q, mashina yuvaradigan. O'zbekiston chang bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Hozir qanaqa ahvolda bilmadim, bormaganimga ancha bo'ldi. Lekin bu yerda mo'ykalar yo'q, mashinani ham bir 3-4 oyda bir marta yuvsa kerak. Shunaqa va musulmon xalq bo'lganligi uchun yana bir marta aytib o'taman. Bu yoqdagi qonunni ham to'xtalib o'tib ketdik. Ikkita politsiya bor bu yoqda. Birinchisi shunaqa qonuni, ikkinchisi shariat qonunlari. Musulmon bo'lganligi uchun bu xalq. Va mana sizlarga men universitetlar to'g'risida, narx-navolarni, qanaqa grant yutishinglar to'g'risida gapirib berdim. Endi ozgina bo'lsa ham ruxsat beradigan bo'lsanglar, sizlarga o'zimizni universitetni ko'rsaman, qanaqaligini, ko'rinishini va shundan keyin sizlarga bitta misol mana qanaqadir example for application for your the new future university. Misol uchun topshirishinglar mumkin deb sizlarga maslahat beraman bu universitetni. Agar yoqsa, yana boshqa universitetlar ham bor. Prosta sizlarga misol tariqasida bu universitetni tanishtiraman, nima narsalari bor. Xo'p, mana birinchi navbatda sizlarga shuni aytib o'tib ketaman. Bu yerda bizda kino ko'radigan va konsert bo'ladigan joy. Bu yerda men hozirlarga video oldim. Bu yerda bemalol o'tirib dars qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, boya aytganimdek studentlarning apartamentlari bu yerda yotib qolishadi va aytib o'tganimdek narx-navosini aytdim. Bir oyga $100 bilan to'lasanglar bo'ladi va bu yerda yashasanglar bo'ladi. Sharoitlari bor hammasi, ichkarida oshxonalarigacha, даже dars qiladigan yotoqxonalarigacha hamma narsalari bor va mana korpusni ko'rayotgan bo'lsalar, mana shu to'g'ri degani, xullas mana shu narsa foundation sohasida o'qiydiganlar mana shu binoda o'qiydi va foundationdan keyin men hozir mana tepaga chiqib qolay, sizlarga yaqinroqdan ko'rsataman. Foundationni tugatgandan keyin mana bu bino, voy nima bo'pti? Foundation tugatganlardan keyin mana bu binoda va bundan tashqari yana 5 ta bino bor. Boy men sizlarga ko'rsatdim. Shularda o'qiysizlar. Bakalavr sohasini aynan mana shu binoda o'qishadi.